Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Qadimgi sirli tabobat kanalimizga xush kelibsizlar. Turkum ko'rsatuvlarimizni davom ettiramiz. Dastlabki ko'rsatuvlarimizda sizlar bilan qadimgi sirli tabobat to'g'risida tanishdik. Zamonaviy meditsina, alternativ meditsina va xalq tabobatlari to'g'risida ma'lumotlarni berib o'tdik. Bular kirish qismi edi. Bugun kirish qismiga yakun yasaymiz. Hop, demak, qadimgi sirli tabobat nimaga asoslanadi? Qadimgi sirli tabobat 9 ta unsurga asoslanadi. Ruh, ego, ya'ni man, ong, aql, efir, havo, olov, suv va yerga. Xalq tabobatlarida sizlar bilan 3 ta maktabni ko'rib chiqdik. Mana shu 3 ta maktab mana shu qadimgi sirli tabobatdan kelib chiqqan. Demak, birinchi g'arb tabobati yo'nalishidagi maktablar 4 ta unsurga asoslanadi. Bular mana shu qadimgi sirli tabobatdagi birinchi 4 ta unsur. Havo, olov, suv va yerga va 4 ta gumaral boshqariluv. Havo bilan bog'langan qonga, olov bilan bog'langan safroga, suv bilan bog'langan balg'amga va yer bilan bog'langan savdo xiltlarini organizmdagi sirkulyatsiyasiga asoslangan. Hindiston va Tibet yo'nalishi bularda 5 ta unsurga asoslanadi. Bular efir, havo, olov, suv va yer. Mana shu 5 ta unsur bir-biri bilan uyg'unlashgan holatda 3 ta harakatni keltirib chiqaradi. Bu harakatlar Hindistonda vata, pitta, kapha deb ataladi. Tibetcha variantida bular rulun, mikris, batkan deyiladi. Bu 3 ta harakat 3 ta jarayonni boshqaradi, ya'ni metabolizm, anabolizm va katabolizm jarayonlarini boshqaradi. Endi Hindiston, Xitoy tabobatiga keladigan bo'lsak, Xitoy tabobati 2 ta yo'nalishga asoslangan. Bu daosizm va konfutsizmga. Daosizmda 3 ta energiya Qi, Yang va Yin energiyalariga asoslangan. Bular ham modda almashinuvi, metabolizm, anabolizm va katabolizmga asoslangan. Konfutsizmdagi 5 ta unsur bu o'sha efir, havo, olov, suv va yerga asoslangan bo'ladi. Faqat Xitoyda bular boshqacharoq ketadi. Ularda daraxt, metal, bu havo bilan efir va olov, suv, yer unsurlariga asoslangan. Mana o'sha 3 ta tabobat, 3 ta yo'nalishdagi tabobatni kelib chiqqanligi, qadimgi tabobatdan kelib chiqqanligi. Demak, uchala sistema ham bu to'g'ri zamonaviy meditsinaga mos keladigan sistemalar. Xo'p, tanishib chiqdik. Endigi qadimgi sirli tabobat ilohiyat, koinot va tabiat qonunlariga asoslangan. Agar sizda sog'lig'ingizda, yaqinlaringizning sog'lig'ida muammolar bo'lsa, albatta bizga murojaat qiling. Biz qo'limizdan kelgancha davolaymiz, yordam beramiz. Keyingi e'lonimiz, biz o'quv kurslarini tashkil qilyapmiz. Xalq tabobatlari bo'yicha bu o'quv kurslari qadimgi sirli tabobat, g'arb yo'nalishidagi Misr, Gretsiya, Rim, Fors, O'rta Osiyo tabobatlari, Xitoy, Hindiston, Tibet yo'nalishlar tabobatlari to'g'risida bo'yicha o'quv kurslari bo'lib o'tadi. Fitoterapiya, sog'lomlashtirish mashqlari asosida barcha xohlovchilar, meditsinaga qiziqadiganlar, tabobatga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol kurslarimizga a'zo bo'ling va onlayn, offlayn tarzda o'tiladi kurslar. Bir yil 2 ta tilda, o'zbek va rus tilida, xohlasangiz o'zbek tilida, xohlasangiz rus tilida o'quv kurslarini o'tib beramiz. Oldingi ko'rsatuvlarda zamonaviy meditsina va an'anaviy meditsina to'g'risida ba'zi bir qattiq gaplarni gapirib o'tdim. Buning uchun sizlardan zamonaviy meditsina va an'anaviy meditsina vakillaridan uzr so'rayman. To'g'ri tushunasizlar, bu tosh otish emas, tanqid emas, balki muammolarni ochib berish. Zamonaviy meditsina vakillarini ham, tabiblarni ham juda ham hurmat qilaman. Bu kasb egalari, Alloh suygan kasb egalaridan hisoblaniladi. Bor mehrlarini, mehnatlarini, bemorlarning salomatligiga bag'ishlagan insonlar. Faqat muammolarni ochib berdim, xolos. Unga uzr so'rayman. Lekin keyingi ko'rsatuvlarimizda albatta zamonaviy meditsinani ham, alternativ meditsinani ham o'z o'rni bor. Ularni kerak joylarda maqtab, har bittasi o'rinni ko'rsatib o'tamiz. Kirish qismimiz mana shular. Bundan keyin ko'rsatuvlarimiz bo'lim-bo'limlardan iborat bo'ladi. Kasalliklarni davolash, sog'lomlashtirish mashqlari, unsurlarni korreksiya qilish, to'g'rilash, tartibga keltirish, psixologik maslahatlar va albatta turli xil tabobatlar to'g'risida ma'lumotlarni
berib o'tamiz. Kanalimizga a'zo bo'ling, yaqinlaringizga ulashing, muammolaringiz bo'lsa albatta murojaat qilishingiz mumkin. Xayr, sog' bo'ling.